Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Atomic Habits kitobini hamma motivatsiya haqida gaplashadi, lekin hech kim muhit haqida gapirmaydi degan mavzuda gaplashamiz. Ya'ni inglizchada o'zi unaqa emas. Motivation is overrated, environments matters more deyilgan, lekin men chiroyli qilib boshqacha Massachusetsdagi bitta doktor odamlarni yeyish odatlarini o'zgartirmoqchi bo'libdi, lekin u hammadan boshqacha, ya'ni sizlar yaxshi ovqat yenglar, unaqa yemanglar deyishni o'rniga butun bir xonani arxitekturasini o'zgartirishga qaror qildi. Qanaqa qilib deydigan bo'lsanglar, misol uchun kafega birinchi kiradigan bo'lsangiz, ko'zga ko'rinadigan yo bo'lmasam xolodilnikni birinchi ochganda qo'lingiz eng yetadigan yoki ko'zga ko'rinadigan joydagi narsalarni olishga odamlarni misol uchun ehtimoli ko'proq va o'sha doktor ham shuni o'zgartirish uchun kolalarni sal chekkaroqqa olib yo bo'lmasam har bir o'tiradigan odamlar o'tiradigan nimadir ichish kerak bo'lgan joyda oddiygina suv qo'yib qo'ygan. Qarabsizki, 3 oy davomida 11% ga kolalar yoki shirinliklar sotilishi kamayganda va 30% ga suv ichish ko'paygan. Ya'ni buni hech kim gapirmagan ham, nimaga unaqa bo'ldi, nimaga kolalar kamayib qoldi yoki kolalar joyi o'zgarib qoldi demagan ham. Просто tak odamlarni qanaqa o'zini tutishi o'zgargan. Ya'ni buni shuni boshqa hech nima aytmasdan ham shu videoni o'zida shu yerda to'xtatib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni sizga muhim bo'ladigan narsa bu atrof muhitingiz. Ya'ni siz motivatsiya men mana qilaman, unaqa qilaman, o'zimni o'zgartiraman, kachok bo'laman deyishingiz mumkin. Lekin atrofingizdagi odamlar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, yo bo'lmasam sizni uyingiz shu nosog'lom qilish uchun yaratilgan bo'lsa, misol uchun hamma joyda to'g'ringizda PlayStation turadi, o'tirib 3-4 soat o'tirib, shu uyingizda misol uchun nosog'lom ovqatlar, shirinliklar, suvlar turadi. Lekin xuddi shunaqa muhitda ketaversangiz, o'zingiz bilmagan holda sizni noto'g'ri joyga olib borishi mumkin. Do'stlaring kimligini ayt, men senga kimligingni aytaman. Yo bo'lmasam 3 ta chekayotgan odamlarni oldida tursang, 4-inchisi yaqinda sen bo'lasan deydi-yu. Ya'ni atrof muhit qanchalik muhimligini shu kitobda, shu chapterda aytib beryapti. O'sha oddiy o'zingiz ham oshxonaga kirsangiz, nimadir yegingiz kelmayapti, yo bo'lmasam o'sha qo'lingiz yuvgani kirdingiz, lekin chekkada konfet turadigan bo'lsa, yo bo'lmasam shirinlik turadigan bo'lsa, uni olish oson bo'ladigan bo'lsa, ko'zingiz tushsa olib yeysiz. Mayda qurtob bor ekan, men ham hozir qurtobni yeb qo'yishim mumkin. Qanaqa deydigan bo'lsangiz, bu judayam oddiy. Misol uchun atrofingizda kattalar bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zingizdan ancha kattalar, yoshi ulug'lar bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz birpasda yonbetlaringizga qarab, esli bola bo'lib qolasiz. Yo bo'lmasam kutubxonada bo'ladigan bo'lsa, hamma sekin pichir-pichirlab gapirishni boshlaydi. Ya'ni bu chapterda shuncha gapirilayotgan gapni bitta-yu bitta meseji siz shu atrof muhitingizni qurboniga aylanmasdan uni arxitektori bo'lishingiz mumkin. Siz uni o'zgartirib tashlab, hayotingizni butun bir yaxshi tarafga o'zgartirishingiz mumkin. 70-yillarda yoqilg'i va tok sarfi oshib krizis bo'lib ketgan ekan va bitta oilani o'rganib chiqishsa, ular qo'shnilardan ko'ra 30% kam xarajat qilar ekan. Qanaqa qilib deydigan bo'lsanglar, ular o'sha farqi ko'ziga ko'rinadigan joyga счётчик qo'ygan ekan. Ya'ni счётчик. Misol uchun odamlar o'zini o'nglab oladi. Misol, "Voy, 100 ming bo'lib ketdi, 200 ming bo'lib ketdi" deb turgan narsasini ko'rib, o'zlari kamroq sarflar ekan. Misol uchun ko'proq kitob o'qimoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, lekin kitobingizni chekkaga solib qo'yadigan, sumkangizga yashirib qo'yadigan bo'ladigan bo'lsangiz, hech qachon uni olib o'qimaysiz, yo bo'lmasam judayam kam o'qiysiz. Lekin o'sha uxlashingizdan oldin yoki turganingizdan keyin kitobingizni o'sha yotog'ingizga qo'yib ketadigan bo'lsangiz, yo bo'lmasam nimadirda o'rganmoqchi bo'lsangiz, shuni ko'rinadigan joyga, yo bo'lmasam telefoningizni obojga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz ham nimadir eslatib, men mana shuni qilishim kerak edi. Ya'ni odatlarni shakllantirish uchun kontekst ham juda katta rol o'ynaydi. Ya'ni kontekst nima deydigan bo'lsanglar, shu fon, ya'ni siz avvalgi odatlaringiz ustiga yangi odat qurmoqchi bo'lsangiz, misol uchun o'yin o'ynayapsiz, video o'yinlar o'ynaysiz 3-4 soat, shuni kamaytirmoqchisiz yoki yo'qotmoqchisiz. Keyin endi o'sha yerda dars qilaman men o'shani o'rniga deydigan bo'lsangiz, ya'ni bir xil joyda qiladigan bo'lsangiz, bu qiyin. Chunki sizni xotiralaringiz o'sha "Voy, men o'yin o'ynardim". Shuning uchun ham yangi odatlar qurmoqchi bo'lsangiz, yangi joyda qiling demoqchi. Ya'ni hamma odatlarni o'zini yashaydigan joyi bo'lsin. Yangi odatlarni yangi muhitda qurish osonroq. Chunki agar eski joyda quradigan bo'lsangiz, o'sha eski cue, ya'ni videolar boshida aytib o'tdik, cue, ya'ni o'sha odatingizni trigger qiladigan, o'sha odatingizni uyg'otadigan narsa, misol uchun hidlaringizdan keyin "Voy, ana gamburger deydimi, gamburger yeyman" deydigan o'sha hid ko'rinmay turadi. O'sha yangi joyda qiladigan bo'lsangiz. Menimcha shu. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.